Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa yana bitta lokatsiyamizni sizlarga tushuntirib o'tamiz. Juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Oddiy va skromniy bo'lgan darvozamiz. Sepan tumani Kichik Taqob qishlog'iga olib o'rnashtirdik aka-ukalar. Darvozamiz ko'rib turibsizlar, juda ham oddiy va skromniy bo'ldi. Razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3.43 bo'ldi, bo'yiga 380, tepasida 60 sm joy ochilmaydi. Alohida promoy bo'lgan. Xo'p, chap qo'limizda eshik. Eshigimiz 80 sm. Zamoklarimiz har doimdek zo'bir zamok. Chaspaylarimizga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Umuman chok yo'q, bittada chiqarilgan. Hammasi listlarimiz ikkilikdan bo'lgan. O'rtalariga haytek solib qo'yib berganmiz. Bu darvozamiz ham haytek bir qavatli darvoza bo'ldi. 1 kvadrat metri 950 ming so'mdan bo'ldi. Materiallarga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 12 ga 8, 2/1 stena bo'ldi. Choklarni ham olib berganmiz. Profillari 8 ga 4, 6 ga 4 bo'lgan. Chaspaylarimiz 2 ga 2, 2 ga 2 bo'lgan 3 qatordan. Mashina o'tadigan joylari har doimgidek shivillar bo'lgan. Orqa qismi juda ham neobычный chiqqan, orqasi ham har doimgidek o'ta chiroyli zamoklarimiz, o'rtalari, qotirishlar hammasi cho'tki bo'lgan. Tepamiz alohida ochilmaydigan bo'ldi. Har doimgidek o'rtasi sentr zamok bo'lgan. Darvozamiz to'shni urbanga o'rnashdi, xudo xolasa. Mana o'rnashgan qismi. Mana holatni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Oldi qismini ham ko'rsatib qo'yaman. Mana oldidan ko'rinishi. Oddiy darvoza izlab, qanday darvoza qo'ysam bo'lar ekan deb yurgan aka-ukalar, xudo xolasa sizlarning ko'nglaringga ma'qul kelsa darvozamiz tayyorlab beramiz. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri aka-ukalar 950 ming so'm, 1 million tayyorlab beryapmiz. Sababi ponni qalin materialdan bo'lgan. 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa 1 million 200 ming qilib beramiz. Mana darvoza aka-ukalar. Xudo xolasa ishimiz yoqqanmisa bitta like bosib qo'yasizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, voha tomonlariga kelishilgan holda tayyorlab beramiz.